Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan men yana Mustafa MC kanalining nomimni o'zgartirdim. Xabaringlar bo'lsa. Xo'sh, menimcha previewdan bilgan bo'lsanglar kerak. Bugun men Level Devil o'yinini 2 kishi bilan o'ynayman. To'g'ri aytishinglar mumkin, Level Devilni bir o'zing o'ynaganing-ku, ikkinchi qismi emasmi bu? Birinchi qismini chiqarganing-ku deydiganlarga bitta javobim bor. Men bu alohida Level Devil. Ya'ni bu aynan o'sha o'yin Level Devil, aynan o'sha Level Devil. Lekin buni bitta o'zim o'ynamayman. Yonimda hamrohim. Xo'sh, kim edi oting? Rasulbek bor. Qani tanishib qo'y Rasulbek. Barchaga salom. Men Mustafa do'stim bilan o'ynashga tayyorman. Qani bolalar, bo'lmasam 2 kishilikka qo'yamiz. Let's go. Bismillah. Akalar, qaranglar. Men bu yerda kulrangman, do'stim esa pushtirangda. Qani ketdik. Do'stim pushtirangni yaxshi ko'rasanmi? Yo'q, onamga yoqqani uchun. Voy. Bu onamga yoqadi. Mayli. Короче, akalar, ko'p o'chakishmaymiz. Men ham olib ketdim. Voy. Izdivotsa qilyaptimi bular, lekin men o'lmadim. Bular rostdan ham bizni lo'q qilgan. Voy. Jo'ra, sen ham bunaqangi g'alati gaplarni gapiraverma. Mayli do'stim bo'lib kelasan. Yaxshi, kamroq gapirib ko'proq ishlash kerak. Video sifatsiz chiqib qolishi mumkin, shuning uchun kamroq gapiramiz. Shunchaki men gapirishimga ko'proq, chunki videoning asoschisi menman. Shuning uchun akalar, sizlar rad qilmaysizlar degan umiddaman. Voy, tushib ketib qoldim. Akalar, men hozir yutyapman. Voy, men tarafga tuzoq tashladingmi hozir? Voy, men hozir yutaman seni do'stim. Voy do'stim, sen voy yaramas. Sodda ekansan. Voy yaramas. Akalar aytgancha, like hamda obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Chunki men yangi yilgacha 50 ta obunachi yig'ishim kerak. Bu mening kichik maqsadim. Orzular ham kichik qadamlardan boshlanadi. Katta orzular kichik qadamlardan boshlanadi. Do'stimning aytishi bo'yicha xato gapirib yubordi. Kechirasizlar. Yaxshi, sen kamroq gapirgin deb aytyapman-ku. Voy. Do'stim shu yerga o'lmay gunoh qiladi. Do'stim, men yutdim. Bo'ldi, men yutdim. Mayli. Menimcha fora berdik sizga biz. Hech qanday fora bermading. Bu oson, 5 barmog'imdek bilaman buni. Sen mendan juda. Voy, nima qilding? Menga o'zi tuzoq qo'ydingmi sen emas? To'xtanglar, akalar. Buni biroz ovozini pasaytirish kerak. O'yin ovozini xalal beradi. Bo'lmasa xalaqit beradi, video yomon chiqib qoladi. Video yomon chiqib qolishi mumkin, shuning uchun davom ettiramiz. Let's go. Boshlandi o'yin. Yana. Yutaman hozir men. Yutaman. Rostda yutdim. O'yin qilma men bilan Rasulbek. Mayli aka, ashkaring. Kamroq gapir dedim-ku. Endi bu ham xuddi shunaqa, lekin teskari tomon. Chap tarafdan kelyapti. O'ng tomondan. Bundan men yutaman. Voy la'nat, oldimdan arra chiqib qoldi. Voy. Rasulbek. O'tib ketyapti desam, ikkalamiz ham o'lib ketyapmiz. To'xta. Bola. 1 2 3 Shak. Voy. 1 2 3 1 2 3 Yavadabadu! Qishloqining kuchi! Qishloqining kuchi! Voy la'nati! Chap tarafdan kelsa yomon qiyin bo'lar ekan lekin. Aytmang. Voy la'nati, voy. Voy, vaqt tugab qoldi. Hech kim yutmadi bunisida. Xo'sh. Bunisida anaqa qilish mumkin ekan. Men tarafda. Voy la'nati, sen tarafga o'tkazib qo'ydim. Endi sen tarafga borish kerak. Voy la'nati. Ana bu knopkalarni bosmaslik kerak ekan. Rasulbek, kulma. Videoda ovozing yomon chiqadi. Voy. Sen tarafda-ku, ahmoq.
Yapma. Tarpal. Tarpal deb yuboribman. Portal demoqchi edim. Portal sen tarafda-ku. Osh. Men yutdim. Voy akalar, bu boshqacha ekan. Voy, bunda yo'l ko'rinmas ekan. Yo'l ko'rinmas. Voy, bunda oson o'tib ketdim. Mushukim kelib qoldi. Mushukim, seni yaxshi ko'raman, mushukim. Shunaqa qo'shiqni eshitganmisiz akalar? O'ylanadi. Mana, men birinchi boraman. Men. O'ylanadi. Shunchaki tezlik ketmay qoldi. Rasulbek kulaverma, o'zing yomon chiqadi dedim. Voy. Men senga hech bo'laman Rasulbek. Voy la'nat. Men seni oldindaman. Nima qilyapsan Rasulbek? Tugmani bosma faqat. O'zing yomon bo'ldi. Tugmani bosganingcha. Hop. Mushukdan ovozi chiqyapti qayerdan? Rasulbek eshitdingmi? Ha. Men bilaman. Voy la'nati. Bizlarning yonimizda. Mushukcha. Bilaman. Men seni yutishimni hididan bilaman-da, seni yutishimni. Hididan bilaman. Mana akalar, oldinga chiqib ol. Voy, tushib ketishimga sal qoldi. O'tdim, nafik. Xo'sh, kim yutishini hozir ko'ramiz. Sen yutqazding. Ha. Men ham tashavordi-ku. Qaytalda o'ynasak bo'lmaydi. Xo'sh. Akalar, endi mana bunaqa qilamiz. Mana bu ikkinchi olamdan level R degan olamdan birinchi bo'lib Rasulbek o'ynab beradi. Ya'ni mana shu birinchi katonni. Marhamat Rasul. Qani endi boshqaroq Rasulbekning qo'lida. Arziydi. Xo'sh, buni qonun qoidasini tushunib olishing kerak. Bu yerda tugmani bossang, bu yer kichrayib bo'ladi. Sen hamma tugmalarni bossing kerak. Eshik chiqqanidan keyin esa o'sha eshikka kirishing kerak. Voy, la'nati nima qilding? Voy, Rasulbek bo'l. Bo'l, urkirasan. Katta top tushadi. Voy, la'nat aytdim-ku, katta top tushadi deb aytdim-ku. Agar obuna bo'lsangizlar, Rasulbek, hozir nima qilish kerak? Like bosib va nima qilish kerak? Like bilan obuna bo'lish kerak. Ha. Esingizdan chiqarmang. Bolalar, bizlar like bosishni yeyish tilida pechenye hamda sut olib keling deb aytsak ham bo'ladi. Pechenye bu like degani, sut esa obuna degani. To'g'rimi Rasulbek? Bizning ishyorimiz shunday. O'tolmaysan Rasulbek, o'tolmaysan, yivansan. Aytdim-ku, o'tolmaysan. Boshqarovni o'z qo'lingga olishing kerak chunki. Xo'sh, Rasulbek, qani boshla. Rasulbek endi nimagadir gapirishni istamayapti. Xo'sh, Rasulbek, boshla. Xo'sh, bu yerda kattakon top tushadi. O'tishga ulgurmaysan. Chunki tepaga chiqib qolganida tezroq o'tib qolishing kerak. Tepaga chiqqanida. Buni iloji yo'q-ku. Sen qanday o'tasan? Tepaga chiqqanda bosib turish kerak. O'shanda o'tasan. Aytgandim-ku. Ko'rdingmi? Endi Rasulbek bunisidan aniq o'tolmasliging tayin. Bunda bitta sovg'a bor. Do'stlar, sizlarga video oxirida bitta syurprizim bor. Bu syurprizni biroz vaqt o'tgandan keyin, Rasulbek birinchi partni o'ynab bo'lgandan keyin aytaman. Xo'sh. Latta Rasulbek, latta. Bu chalg'ituvchi o'yin ekan. Men shunga hayron qoldim. Asab buzuvchi o'yinlar. Voy, bu padaringga la'nat. Nima qilib qo'yding? O'yinni Endi o'taman. Programmachilarim qoidasi bor. Rasulbekga gapirma, chalg'ib qolasan bo'lmasa. Mayli. Nega kulyapsan? Kulmasang. O'lyapsan-da. O'ylanadi. Voy, ustingdan kulyapman.
O'tolmaysan menimcha. Rasulbek yordamlashib yuboraymi senga? Yo'q, kerakmaydi. Men halolman. Voy, halolman deb yutqazib qo'yding-ku. Endi men halolman. Nonim ham harom bo'l. Yo'q, harom demoqchi emasdim. Shunchaki men halolman demoqchidim. Mana. Esimdan chiqib qolyapti. Seni esingda o'zi nima turadi? Pullar. Like, obuna bosishlaringiz Qilib qolganmi? yo'q. Sizlar Yigit qilib qolgan. obunalar, bizning obunachilarimiz like bosishlari bilan Bo'ldi. tiqilib qolgan. Iltimos. Shu joyda like hamda obuna bosib qo'yinglar. Oo! Rasulbek o'tdi. Eng oxirgi bosqich. Bu 4-bosqich. Hey,